Tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun. Ushbu tamoyil asosida hozirda Buxoroda ham sog'liqni saqlash tizimi tubdan o'zgardi. Birgina misol, viloyatda dermatovenerologiya va kosmetologiya sohasidagi yangilanishlarni olsak, bunga yana bir karra guvoh bo'lish mumkin. Birinchilardan bo'lib raqamlashtirilgan tizim, yangi poliklinika, laboratoriya qulayliklari. Umuman olganda barcha jabhalardagi islohotlar aholining uzog'ini yaqin, mushkulini oson qildi. So'nggi yillarda dermatologiya sohasi jadal rivojlanib boryapti. Buning asosiy sabablari davlat rahbarining bu yo'nalishga alohida e'tibor qaratganlari bo'lyapti. Yana shuni aytishim kerakki, insonlar teri sog'lig'iga faqat tashqi ko'rinishda emas, balki shu butun organizm salomatligining muhim ko'rsatkich ekanligini anglay boshladi. Avvallari dermatologiyada asosan og'ir kasalliklar murojaat qilgan bo'lsa, hozirda profilaktika va erta diagnostikani oldini olish hamda parvarish uchun ham bemorlar demak kelib tekshirishlari mumkin. Bu demak tibbiy madaniyatning o'sganidan bitta dalolat bo'lib hisoblanadi. Zamonaviy kosmetologik apparatlar dermatologiyada yangi bosqichni boshlab berdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa lazer texnologiyalari teri kasalliklarida estetikani muammolarini davolashda katta imkoniyat yaratmoqda. Lazer orqali demak inson organizmidagi yoki teri sohasidagi balkim yuz sohasidagi pigmentatsiya, akne izlari, tomir nuqsonlari va har xil chandiqlardan samarali, xavfsiz va aniq bartaraf etish imkonini beradi. Lazerning asosiy ustunligi uning aniq ta'siri va u sog'lom to'qimaga zarar yetkazmasdan turib, faqat muammoli hududda ishlaydi. Shuning hisobida lazer muolajalari tiklanish davri qisqa va infeksiya xavfini minimal kamaytiradi. Bugungi kunda demak dispanserimizda Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan yangi zamonaviy lazer apparatlari joriy etilgan bo'lib, bemorlarga yuqori samarali tibbiy xizmatni ko'rsatib kelmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro hududiy filiali hozirda nafaqat Buxoro, balki qo'shni viloyat aholisiga ham sifatli xizmat ko'rsatmoqda. Ayniqsa, joriy yil 15-yanvar sanasida muassasaning xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazilishi imkoniyatlar ko'lamini yanada kengaytirdi. Xalqaro ekspertlar muassasa faoliyatini 20 dan ortiq yo'nalish bo'yicha baholab, xizmatlar sifati, bemor xavfsizligi, klinik standartlarga rioya qilish, infeksiya nazorati, boshqaruv va ichki nazorat tizimlariga ijobiy xulosa berishdi. Bir bor maskanda bo'lgan kishi bu talablarning qay darajada ta'minlanganiga bevosita guvoh bo'lishi mumkin. Biz bilamizki, jahon tibbiyotida kosmetologiyaning rivojlanishi alohida o'rin kasb etadi. Shunga mos ravishda bizni filialimizda ham barcha sharoitlar yaratib berilgan. Filialimizda teri va tanosil kasalliklarini zamonaviy diagnostikasi va ularni davolash usullari yo'lga qo'yilgan va bir nechta zamonaviy jahon talablariga mos keladigan apparatlar bizning markazimizga keltirilgan. Bularni misol qilib o'tsak, IPL fototerapiyasi, Vibim lazeri, RB Frax apparatlarini misol qilib olishimiz mumkin. Bu apparatlarimiz kelgandan so'ng diagnostika va davolash usullarining samaradorligi ancha oshgan. Ularning asoratlarini oldini olish hamda zamonaviy davolash usullari yo'lga qo'yilgan. Bizning bo'limimiz 3-bo'lim dermatologiya bo'limi bo'lib, asosan 40 ta o'rin koykamiz bor. Oxirgi yillarda muhtaram prezidentimizning bir qator tibbiyotga olib borayotgan, yo'naltirayotgan islohotlari samarasi o'laroq, mana qarang qanday binolarimiz, bo'limimiz chiroyli holatga kelib, moddiy texnik bazasi juda rivojlanib ketdi. Mana bizlar yaqinda xalqaro akkreditatsiya markazining sertifikatiga ega bo'ldik. Uning o'zini bir qancha parametrlari bor. Shu parametrlar hammasini asoslangan holda ekspertlar tomonidan kelib, ko'rib, o'rganib chiqilgandan keyin bu narsani bizga berishdi. Bu nima beradi bizga? Bu bizga viloyatimizda, respublikamizda faoliyat olib borayotgan chet davlatlardan kelgan fuqarolarni va shu bilan birga turizm sohasi yo'nalishi bo'yicha kelganlarning bemalol bizning sohamiz bo'yicha bizning shifoxonamizga murojaat qilib, malakali jahon standartlari talablari asosida to'laqonli shifo olishlariga ruxsatnoma bu. Yana bir e'tiborli jihat, ushbu natija Buxoro viloyatida tibbiy xizmatlar xalqaro talablar asosida rivojlanayotganini hamda sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan ishonch mustahkamlanayotganini ham amalda isbotlamoqda.
Yangi O'zbekistonimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar, o'zgarishlar olib borilmoqda. Buni tibbiyot sohasida ham kuzatish mumkin. Muhtaram prezidentimiz da'vat etayotganlaridek, sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirishda har bir shifoxona xizmatini sifatli, xavfsiz va ishonchli qilish muhim hisoblanadi. Ilgari 100 dan ortiq bemorlar poytaxtga order asosida davolanishga borgan. Hozirgi kunda bizning dermatologiya va kosmetologiya markazimizda ham barcha qulayliklarga ega shart-sharoitlar yaratilganligi tufayli bemorlar markazda olinadigan barcha tibbiy xizmatlarni hozirda filialimizda ortiqcha ovoragarchiliklarsiz olishlari yo'lga qo'yildi. Buning uchun barcha bo'limlar zamonaviy tibbiy jihoz va malakali mutaxassislar bilan ta'minlangan. Ilg'or xalqaro tajribani inobatga olgan holda tibbiy ta'limning zamonaviy usul va texnologiyalardan foydalanish asosida dermatovenerologiya va kosmetologiya sohasi uchun kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish maqsadida chet davlatlarda, ya'ni Hindiston, Ozarbayjon, Koreya, Turkiya, Qozog'iston davlatlariga borib, bilim saviyalarini oshirish borasida sifatli va samarali tizimni shakllantirib, malakali mutaxassislar soni oshirib borilmoqda. Buning hisobiga respublikamizning barcha viloyatlaridan, shuningdek qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Rossiya davlatlaridan bemorlar kelib, malakali tibbiy muolajalarni olib borilmoqda. Alohida e'tirof etmoqchiman, so'nggi 3 yil ichida filialimizning 5 marotaba tashabbusli byudjet loyihasida ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritdi va buning hisobidan 6,5 milliard so'mlik ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Filialimizda oxirgi 7 yilda 10 milliard so'mdan ortiq 106 turdagi tibbiy jihozlar xarid qilindi. Buning hisobidan xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanishi bilan birga 270 nafardan ortiq tashxislash va davolash usullari tatbiq qilindi. Filialimizda to'liq dimet tizimi joriy qilingan. Bundan tashqari hozirda xo'jalik hisobidagi bo'lim faoliyatini yo'lga qo'yib, biz birinchidan moddiy texnik bazani mustahkamlayapmiz. Ikkinchidan xodimlarni moddiy rag'batlantirib borish evaziga ularning faoliyat samaradorligiga ham erishyapmiz. Prezidentimizning tibbiyot sohasida olib borayotgan islohotlar natijasida filialimiz viloyatda birinchilardan bo'lib xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Bu bizga nima beradi? Birinchidan, xizmat ko'rsatishda jahon andozalariga mos ravishda ishlash imkonini kengaytiradi. Ikkinchidan, mamlakatimizda tibbiyot turizmi rivojlanishi uchun keng yo'l ochadi. Prezidentimizning 2023-yil 8-sentyabrdagi onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilish, aholining reproduktiv salomatligini mustahkamlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori sabab respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro filialida ham samarali ishlash tizimi yo'lga qo'yildi. Aytish lozim, bugungi kunda 144 o'ringa mo'ljallangan markazda yaxlit ona va bola klasterini tashkil qilishga qaratilgan sa'y-harakatlar natijasida reproduktiv markaz hamda skrining maslahat poliklinikasi faoliyati samaradorligi oshirildi. Hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi davlat muassasasi Buxoro viloyati filiali xalqaro akkreditatsiyadan viloyatda birinchilardan bo'lib muvaffaqiyatli o'tdi va 3 yillik muvofiqlik sertifikatini qo'lga kiritdi. Guvohnoma markaz faoliyatini belgilangan xalqaro sifat va xavfsizlik standartlariga to'liq muvofiqligini tasdiqlaydi. Bu yo'nalishdagi ishlar markazning xizmat sifati va samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan bo'lib, onalar va bolalar salomatligini mustahkamlashda va chet el fuqarolariga jahon standartlariga asoslangan sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlab beradi. Markazda qisqa vaqt oralig'ida xorijning eng ilg'or ish uslublari o'zlashtirildi. Jumladan, yo'lga qo'yilgan hamkorlik natijasida Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Belorussiya bilan imzolangan memorandumlar asosida 20 dan ortiq mutaxassislar chet elda o'z tajribalarini orttirib qaytdilar. Markazimiz asosan muddatdan oldingi tug'ruqlarga moslashganligi sababli bizni chaqaloqlar reanimatsiyasi bo'limimizga kam vaznli muddatdan oldin tug'ilgan chaqaloqlar murojaat qiladi. Bunday chaqaloqlar parvarishlash juda ham ko'p resurslarni talab qiladi. Bu yuqori texnologik muolajalar va tibbiy jihozlarni talab qiladi. Uzoq muddat yotishga to'g'ri keladi bunday bolalarni parvarish qilish. Albatta, endi tug'ilgan paytida kam vaznli chaqaloqlarni biz inkubatorga joylashtiramiz, issiqlikni saqlash uchun. Ahvoli biroz yaxshilanib, barqarorlashgandan so'ng ular tana haroratini muntazam saqlab oladi bo'lgandan keyin va o'zi erkin nafas oladigan bo'lgandan keyin onasi bilan birgalikda parvarish qilinadi. Ayni paytda bo'limimizda 10 nafar neonatolog, reanimatolog mutaxassislari faoliyat ko'rsatyapti. Doimiy ravishda biz mutaxassislarni
respublikadagi bizdan yuqori turgan markazga yuborib ularni bilim va ko'nikmalarini oshirishga va yaqinda mana 3 nafar xodimimiz Belorussiyaga borib, eng zamonaviy texnologiyalar bo'yicha shu chaqaloqlarni parvarish qilish bo'yicha malakalarini oshirib qaytdilar. Prezidentimizning topshirig'i asosida markaz laboratoriyasiga eng so'nggi jihozlar olib kelindi. Bu ham ish samaradorligini oshirishga zamin yaratdi. Chala tug'ilgan chaqaloqlar uchun CPAP apparati hamda inkubator sotib olinishi, filial laboratoriyasining yangi rusumdagi texnikalar bilan boyitilishi imkoniyatlar ko'lamini yanada oshirdi. Xalqaro talablar asosida faoliyat yuritayotgan Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro filiali ham bugun akkreditatsiyadan muvaffaqiyatli o'tdi. Yaratilgan sharoitlar sabab nafaqat viloyat, balki qo'shni davlatlar fuqarolariga ham sifatli xizmat ko'rsatish imkoni yaratildi. Autogemotransfuziya apparati markazimizda xarid qilindi. Bu apparat o'z navbatida akusherlik va ginekologiyada massiv qon ketish, katta hajmli qon ketish bilan kechadigan operatsiyalarda bemor qonini qayta ishlab, o'ziga operatsiya davomida o'ziga quyish texnologiyasini ta'minlab beradi. Bu apparatni ishlatish o'z navbatida bemorning qonini o'ziga quyish, donorlik qoni ishlatganda kelib chiqadigan asoratlarni minimal darajada, maksimal darajada kamaytirish hamda bemorning keyingi operatsiyadan keyingi reabilitatsiya jarayonlarini tezlashtirib beradi. Ta'kidlash lozim, keyingi yillarda Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Buxoro filialida moddiy texnika baza mustahkamlanishi, xalqaro tajribalar almashinuvining yo'lga qo'yilgani natijasida mahalliy sharoitda murakkab amaliyotlarning bajarilishiga va bolalar o'limining kamayishiga erishilmoqda. Xursand qiladigan tomoni, ikkala muassasa ham xorijiy ilmiy tadqiqot tibbiyot markazlari, klinikalar va ta'lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlamoqda. Eng asosiysi bu bilan mamlakatimizda aholining sog'lom hayot kechirishi, onalar va bolalar salomatligini muhofaza qilishda sifat ko'rsatkichlari yaxshilanishiga erishilyapti.